ideal matematik har bir sinfda matematikadan o'zini bir dastur asosida bosqichma-bosqich imtihon qilinadi. Misol uchun 5-sinf. 5A sinfda 24 o'quvchi bo'ladigan bo'lsa, shundan bitta eng zo'ri tanlab olinadi. Bu narsa faqat 5 emas, 6da ham, 7-sinflarda ham bo'ladi. Har bitta sinfdan ideal matematik. Ideal so'zi nafaqat maktabga, balki hayotdagi bir tajribali, rivojlangan, ko'p taraflama mukammal insonga nisbatan ham ishlatiladi. Misol o'qishida, odobida, ustozlarni hurmat qilishida va maktab tartib-qoidalariga chiroyli bo'ysunib, ya'ni amal qilib, formada keladigan o'quvchilarimiz bor. Shu o'quvchilar qaysi ma'noda qolganlar uchun ideal. Shuning uchun ota-onalarning sizga bildirgan ishonchini, ustozlarning siz uchun qilayotgan turgan mehnatini oqlash uchun yaxshi o'qish kerak va o'zingizda o'sha ingliz tili va matematikadan bor olgan bilimingizni aprel oyida ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Bu narsa endi davom etadi uzluksiz. Aprel oyida, may oyida, iyun oyida ham davom etadi. Har oyda har bitta bilimdonni taqdirlaymiz. Tashakkurnoma ota-onasiga sizlarga o'sha kitobni sovg'asini beramiz. Maqsad sovg'a yutish yoki boshqa emas. Maqsad sizda yaxshi o'qitish. Matematika o'qituvchilar, O'ktamjon, siz boshchiligingizda adolatli, bu yerda falonchixon, pistonchixon degan joyi yo'q. Faqat bilimli, odobli, siz bilan formada haligi bir kerak bo'lgan joyida maktabga kech qolishini ham, sababsiz dars qoldirishini ham inobatga olasiz. Zo'r o'qishi mumkin, lekin tartibsiz, odobsiz bo'lsa, u qaysi ma'noda undan bir balkam olgan, lekin odobli bolaga nisbatan uni aytaylik ideal bilimdoni deb bo'lmaydi yoki ideal matematik deb bo'lmaydi. Ideal matematik, ideal tarjimon olimpiadasini ochiq deb e'lon qilamiz. O'quvchilar hamda o'qituvchilarimizga omad tilaymiz. Biz o'ylaymizki, bizning o'quvchilarimiz xudo xolasa yaxshi natijalar ko'rsatib, ustozlar va ota-onalar ishonchini oqlaydi.